Onun yanında Ali ruhaniylar, Tevrat ustazları ve aksakallar tarafından evetilgen, kılıç tokmaklar bilen kurallangan zor bir top adam var idi. Hazreti İsa'ga satqılık qilgan Yahuda ularga allıburun "Men kimni söysem, İsa shu. Sizlar uni tutib, qattiq muhofazat ostida edib meninglar" degan va söyish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U Udul Hazreti İsa'ning oldiga berib, "Ustoz" deb uni so'ydi. Shu chog'da u boshlab kelganlar Hazreti İsa'ga qo'l silib, uni tutqun qildi. Hazreti İsa'ning yeniklaridan biri qilichini sug'urib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chakarning qulog'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Hazreti İsa sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib, meni tutqili kapsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Har kuni markaziy ibodatxona hovlilarida sizlar bilan birga bo'lib ta'lim beratdim. Bu chog'da tutmadinglar. Bu ishlarning yuz berishi muqaddas yozmalarda oldin aytilganlarning amalga oshirilishi bo'ldi dedi. Bu chog'da shogirdlarning hammasi uni tashlab kechib ketishdi. Hazreti İsa'nın kaynidan faqat puchsig'i kandiraq yepinshaqlab olgan bir yosh agishib bongan edi. Ular uni tutib oldi. Lekin u rahning ichidan sug'urilib chiqib, yalang'och peti kechib ketdi. Ular Hazreti İsa'ni bosh ruhoniyning oldiga elib berishdi. Bütün oliy ruhoniylar, oqsoqollar va Tavrat ustozlari u yerga yig'ildi. Petrus Hazreti İsa'ga Taki baş ruhaniyning hovlisigacha yiroqdan agishib berib, hovlida qarovullar bilan birga sinib o'tirdi. Oliy ruhaniylar va butun oliy kengashma a'zolari Hazreti İsa'ni o'lim jazosiga mahkum qilish uchun isbot istedi, ammo topolmadi. Bir muncha yolg'on guvohchilar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, isbotlari bir-biriga moslashmaydi. Ularning ba'zilari o'rnidan turib, yolg'on guvohlik berib, biz uning İnsan qo'li bilan yasalgan bu ibodatxonni buzib tashlab, inson qo'li bilan yasalmagan boshqa bir ibodatxonni 3 kun ichida yasab chiqaman deganligini angladik dedi. Lekin bu haqdagi guvohliklarmi bir-biriga moslashmadi. Ondan bosh ruhoniy o'rnidan turib, jamoatning oldida Hazreti İsa'ga "Qani, javob bermamsan? Ularning sening ustidan bergan guvohliklariga nima deysan?" dedi. Lekin Hazreti İsa shuk turib, hech qanday javob bermadi. Bosh ruhoniy yana uningdan "Matiynishga loyiq bo'lgan Xudoning o'g'li, qutquvchi Masih senmi?" deb so'radi. Men" dedi Hazreti İsa. "Sizlar inson o'g'lining qodir Xudoning o'ng yonida o'tirganligini va ko'kdagi bulutlar ichida keladiganligini ko'rsizlar." Bu so'zni anglagan bosh ruhoniy kiyimlarini yirtib tashlab, "Endi başka hiç qandaq guvohchining hojati qolmadi. Sizlar uning kipriklarini angladinglar. Endi buningga nima deysizlar?" dedi. Ular birdak uningga o'lim jazosi tegishli deb hukm qilishdi. Ba'zilari uningga tukirishga boshladi. Ular yana uning ko'zlarini bog'lab, mush etib, "Payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deyishdi. Qarovullarmi uni orsiga elib kaçatladı. Petrus tüvendiki hovlida turadi. Bosh ruhaniyning dedaklaridan biri kelib, sinib o'tirgan Petrusni ko'rib, uningga tiklinib qarab, "Senmi Nasralik İsa bilan bir eding-ku?" dedi. Petrus buni inkor qilib, "Sening nima davatqanligingni bilmadim, ham tushunmadim" dedi-de tashqariga darvozaning oldiga chiqib turdi. Shu asnoda g'o'ras chilladi. Uning tashqarida tug'alg'ini ko'rgan yilqi dedak, u yerda tug'anlarga yana "Bu uning odami-ku" dedi. Petrus yana inkor qildi. Birozdan keyin u yerda tug'anlar Petrusga yana "Shubhisizki, sen uning shogirdlarining biri, talaffuzingdan
senin bu celillik ekenligin çıkıp durmamdı. Deyişti. Petrus qasam qilib, sizlar davatkan odamni tanımayman. Bo'lmasa meni Xudo ursin, dedi. Dal shu chog'da Xo'roz ikkinchi qitim chilladi. Petrus Hazreti Aysoning o'ziga Xo'roz ikki qitim chillashdan burun sen mendin 3 qitim tanisan degan so'zni esiga elib, ko'ngli buzilib, yig'lab ketdi.